Endi sen oldingda yagona tanlov bor. Yolg'izlikda o'lish yoki yangi to'daga qo'shilish. U yerda yana yillar davomida kaltaklanish, xo'rlanish va masxara qilishlariga chidab omon qolishga majbur bo'lasan. Balki bir kun kelib urg'ochilardan biri senga e'tibor berib, seni naslingni davom ettirishingga imkon beradi. Lekin bu hech qachon sodir bo'lmasligi mumkin. Ammo sen omadlisan. Sen to'dadagi chiroyli mitvalardan biriga yoqib qolding. Bir necha yil davomida o'zingni yaxshi, bo'ysunuvchan tutib ko'zga tashlanmay yurganing uchun asta-sekin imkoniyatlaring oshdi. Oxiri u seni o'z bolalarining otasi bo'lishingga ruxsat berdi. Va endi sening tabiat oldidagi burching rasman bajarildi. Sen uzoq yashamaysan. Omading bo'lsa yana bir necha yil. Ehtimol jarohat olganingda yoki kasal bo'lganingda yoki shunchaki qarib, kuchsizlanib qolganingda o'z to'dadoshlaring seni yeb yuboradi. Lekin hozir buning nima ahamiyati bor? Bu keyin bo'ladi. Hozir esa lahzadan zavq ol. Chunki hayoting qanchalik og'ir bo'lmasin, bu sen kichik narsalarga quvona olmaysan degani emas. Aksincha, aynan shu kichik narsalar hayotingga ma'no beradi.